Zarchabek qurilish mollari ish faoliyati davom etyapti. Bemalol kelib o'zlaringizga kerakli mahsulotlarni olib ketishlaringiz mumkin. Bizda qurilish mollariga oid juda ham ko'p mahsulotlar bor. Arzondan tortib to qimmatigacha. Elektr jihozlarimiz, santexnikami, malyar ishlariga kerakli narsalarimiz, barcha mahsulotlar bor. Bitta soha bo'yicha to'xtab qolmaganmiz. Qurilishga oid juda ham ko'p mahsulotlarimiz bor. Qoplik narsalarni bir sementdan boshqa hozircha hammasi bor. Bizda sement, temir mahsulotlari yo'q, boshqa hamma narsa bor. Agar manzilimizni bilmasalaringiz, bir qisqacha tushuntirib o'taman. Buxoro viloyati Shofirkon tumanida joylashgan. Shofirkon tumanining Zarchabek ko'chasida. Zarchabek Glavniy ko'chasi bu. To'g'rida Glavniy bosh shifoxonasi bor. Shifoxonasidan bir 400-500 metr yurganda o'ng tomonda joylashgan. Mana ko'rinishi xuddi shunday. Bu yoqda G'ijdonga ketish yo'li. Bu yoqda sentrga kirib ketish yo'li. Bemalol kelaverasizlar. Qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa, pastda telefon nomeri yozib qoldiraman. Telefon qilib bilishlaringiz mumkin. Sizlarni kutib qolamiz Zarchabek qurilish mollariga. Salomat bo'linglar.